نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. السنة الثامنة. مؤلف رحمه الله aytadilar 8-yil. Sariyatun. وفي صفر أرسل عليه الصلاة والسلام غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح. سفر oyida Rasululloh G'olib ibn Abdullah radhiyallohu anhuni Banu Mulawih qabilasiga yubordi. وهم قوم من العرب يسكنون بالكديد. Ular Kadid degan joyda yashaydigan arab qabilasi edi. فسار القوم حتى إذا كانوا بقديد التقوا بالحارث بن مالك الليثي المعروف بابن البرصاء. Qudayd degan joyga yetganlarida Ibn al-Barso laqabi bilan tanilgan Harith ibn Malik bilan uchrashib qolishdi. وكان خصما لدودا فأسروه. U ashaddiy dushman edi. Uni asirga olishdi. فقال لهم. Ularga aytdiki: "Ma ji'tu illa lil islam." Men shunchaki musulmon bo'lish uchun kelgan edim dedi. فقالوا له: إن تكن مسلما لن يضرك رباط ليلة وإلا استوثقنا منك. Unga aytishdiki, agar musulmon bo'lgan bo'lsang, bir kecha bog'lanib turish senga zarar bermaydi. Bir kecha bog'lanib tursang o'lib qolmaysan. Yo'qsa sendan kuchli bir kafolat talab qilamiz deydi. ثم ساروا حتى وصلوا محلة بني الملوح فاستاقوا النعم والشاء وخرج الصريخ إلى القوم فجاءهم ما لا قبل لهم به. Keyin yo'lda davom etib Banul Mulawih qabilasi yashaydigan joyga yetib kelishdi. Va yurda tuyalar, qo'ylarni haydab ortga qarab qaytishdi. Va dushmanga jarchi elchi xabar berish uchun yo'lga chiqdi. Ya'ni ularni o'zlarini Sorixda aytdiga bu o'sha xabarchi. Ularga dushman bostirib kelganini xabar berish uchun o'sha jarchi yo'lga chiqdi. Xabar yetib borgandan keyin ularga musulmonlarning qarshisiga kuchlari, toqatlari yetmaydigan darajada katta bir qo'shin ortlaridan yetib keldi. Walakin mannallohu alal muslimin. Lekin Alloh musulmonlarga mehribonlik qildi. Fa arsala saylan shadidan hala baynahum va bayna aduwwihim. Kuchli bir sel yubordi. Ular bilan dushmanlarning orasini shunday to'sib qo'ydi haligi sel. Hatta sara al-mushrikuna yarawna na'amahum tusaqu wa hum la yaqdiruna ala raddiha. Shunda mushriklar tuyalarini, ya'ni chorva hayvonlarini shunday ko'zlarini o'ngida haydab ketilayotganini ko'rib turishar edi-yu, lekin qaytarib olishga kuchlari yetmasdi. Ya'ni selni narigi tomonini qolib ketishgan. Sariyatun ولما رجع غالب إلى المدينة ظافرا أرسله عليه الصلاة والسلام في 200 رجل ليقتص من بني مرة بفدك وهم الذين أصابوا سرية بشير بن سعد. G'olib ibn Abdullah roziyallohu anhu Madinaga g'alaba bilan qaytib kelgandan keyin payg'ambar alayhisalom u kishini yana 200 kishi bilan Fadakdagi Banu Murra qabilasidan qasos olish uchun yubordi. Bular mana esimizda bo'lsa Bashir ibn Sa'd jamoasiga hujum qilganlar edi. Ularni hammasini bitta qoldirmay o'ldirishgan edi, faqat amirlari Bashir ibn Sa'd tirik qolib xabarni Rasulullohga yetkazgan edi kelib. فساروا حتى إذا كانوا قريبا من القوم خطب غالب في من معه. Ular yo'lga chiqishdi. Dushmanga yaqin kelishganida G'olib roziyallohu anhu sheriklariga xutba qildi chiqib turib. فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له وأن تطيعوني ولا تخالفوا لي أمرا فإنه لا رأي لمن لا يطاع. Allohga hamd va sano aytgandan keyin aytdilarki, ammo ba'd men sizlarni sheriksiz yolg'iz Allohdan taqvo qilishga buyuraman va menga itoat qilib, meni biror buyrug'imga qarshi chiqmaslikka buyuraman. Chunki so'ziga itoat qilinmaydigan kishini donoligini hech qanday foydasi yo'q. Fikr aql deganda. Ya'ni aytmoqchiki, amirda har qanchalik fikri, rejasi zo'r bo'lsa ham, agar yonidagilar itoat qilmasa, u befoyda.
Thumma akha baynal jundi. Keyin qo'shinni bir-biriga aka-uka qilib qo'ydi. Aytdiki: "Ya fulan anta va fulan va ya fulan anta va fulan la yufariq ahadun minkum zamilahu." Sen falonchi bilan birga, sen pismadonchi bilan birga aka-uka qilib qo'ydi va aytdiki: "Biron bir kishi sizlardan birortangiz o'zini sherigidan ayrilmasin, bir zumon. Wa iyyakum an yarji'a ar-rajulu minkum fa aqula lahu ayna sahibuka fa yaqula la adri." Va yana sizlarni birortalaring qaytib kelgandan keyin men undan sheriging qani deb so'rasam, bilmayman demasin. Fa iza kabbartu fakabbiru. Takbir aytganimda sizlar ham takbir ayting. Takbir aytish ya'ni jang boshlashning ishorasi ya'ni. Falamma ahatu bil adu wa kabbara kabbaru wa jarradu suyuf. Dushmanni tamoman qurshab olganlaridan keyin amir takbir aytdi va qo'shin ham takbir aytib qilichlarini yalang'ochlab hujumga o'tishdi. Falam yuflit min aduwihim ahadun. Dushmanlardan birortasi qochib qutula olmadi. Wastaqu na'amahum. Ularda hayvonlarini yetaklab kelishdi. Fakana likulli wahidin min al-ghuzati 10 ab'ira. Jangchilarda har bittasiga 10 tadan tuya tegdi. O'ljada. سرية وفي ربيع الأول أرسل عليه الصلاة والسلام كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح من أرض الشام في 15 رجلا. ربيع الأول أيضا پیغمبر عليه السلام كعب بن عمير الغفاريni Sham yerlaridagi Zatu Atlah degan joyga 15 kishi bilan yubordilar. Fawajadu jam'an kathiran. Ular yerda juda katta bir qo'shinni, guruhni uchratishdi. Fada'awhum ila al-islam falam yujibu wa qatalu. Ularni islomga da'vat qilishdi, ular qabul qilishmadi, jang qilishdi. Va kanu akthar adadan. Ularni soni ko'p edi haqiqatda. Fastushhidal muslimuna an akhirihim illa ra'isahum Ka'b ibn Umayr fa innahu naja. Musulmonlar bitta qolmay shahid bo'lishdi hammasi. Faqat boshliqlari Ka'b ibn Umayr qutulib qoldi va ata bil xabari ila Rasulillah. Xabarni Rasulullohga olib keldi. Fashaqqa alayhi. Rasulullohga bu juda og'ir botdi bu xabar. وأراد أن يبعث إليهم من يختص منهم. Ulardan qasos olish uchun yana bir qo'shin yubormoqchi bo'ldilar, ammo fabalaghahu annahum tahawwalu min manzilihim. Ular o'zlarini o'sha turgan joyidan ketib qolganliklari xabari yetib keldi. Fa'adala an zalik. Shunda bu fikrlaridan qaytdilar Rasululloh. 8-yilda bo'lgan voqealarning eng kattalaridan biri Muta jangi. Mana shu qissani boshlaymiz. G'azvatu Muta. Muta jangi. O'zi bu jangga Rasululloh qatnashmagan, lekin shunda ham o'sha g'azva deb atalyapti. O'zi istiloh bilamiz, mana tarixda Rasululloh qatnashgan janglar g'azva deyiladi. Rasululloh qatnashmagan janglar sariya. Yani bu juda katta jang bo'lganligi uchun va katta sahobalar bunda shahid bo'lganligi uchun g'azva deb atalyapti. جهز عليه الصلاة والسلام في جمادى الأولى جيشا للقصاص ممن قتلوا الحارث بن عمير الأزدي رسوله ila amiri Busra. Payg'ambar alayhisalom Jumadul Ula oyida Busra amiriga yuborgan elchisi Harith ibn Umayr al-Azdini o'ldirganlardan qasos olish uchun katta bir qo'shin tayyorladilar. Va amara alayhim Zayd ibn Haritha. Ularga Zayd ibn Harisani amir qilib tayinladi va qala lahum. Ularga aytdilarki: "In usiba fal amiru Ja'far ibn Abi Talib." Agar u halok bo'lsa, Zayd, amir Ja'far ibn Abi Talibdir. فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة. Agar u ham halok bo'lsa, Abdullah ibn Ravoha amir dedilar. وكان عدة الجيش 3000. Qo'shinning adadi 3000 ta edi. فساروا وشيعهم عليه الصلاة والسلام. Ular yo'lga chiqishdi. Payg'ambar alayhisalom ularni o'zlari kuzatib qo'ydilar Madina tashqarisigacha. وكان فيما وصاهم به. Ularga quyidagi nasihatlarni qildilar. U'zu bismillah faqatilu aduwallahi va aduwakum bish-Sham. Allohning nomi bilan jang qiling. Shomdagi Allohning dushmani va siz o'zingizning dushmaningizga qarshi jang qiling. Va satajiduna fiha rijalan fis-sawami'i mu'tazilin fala tata'arradu lahum. Bu yerda cherkovlarda uzlatga chekingan kishilarni uchratasiz, ularga tegmang. ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرا ولا بصيرا فانيا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. Ayol, yosh bola va ko'zi ojiz, ko'zi ko'r bo'lib qolgan. Basiran faniyan degani o'zi arablarda haligi shunaqa odat bor. Misol bir kasal bo'lsa, uni sog' deb nomlab qo'yishadi. Buni otini tafaul deydi.
ya'ni yaxshilikka yo'yish, yaxshilik umid qilish ma'nosida tafaul bobidan. Hali aytdik-ku, tafaulni o'zbek tilida nekbinlik deydi. Yani tojikcha o'zi aslida nekbinlik deydi. O'sha nekbinlik ya'ni pozitiv deydimi o'rischasi? Yaxshi gumonda bo'lish ya'ni. O'shaning uchun ko'zi ko'rdi basir deyishadi. Misol kasaldi, saqimdi sohih deyishadi. Xo'p, demak o'sha ko'zi ojizni o'ldirmang va daraxtni kesmang va uyni, binoni buzmang. ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا موتة مقتل الحارث بن عمير. Yurishda davom etib ular o'sha Mutaga, Haris ibn Umayr qatl qilingan joyga yetib kelishdi. Maqtal mana ismi makon bo'lyapti. وهناك وجدوا الروم قد جمعوا لهم جمعا عظيما منهم ومن العرب المتنصرة. Bu yerda Rumni ularga qarshi o'zlaridan minhum, ya'ni o'sha rumliklardan va nasroniy arablardan iborat tashkil topgan katta bir qo'shin tayyorlab qo'yishganini ko'rishdi. فَتَفَاوَضَ رِجَالُ الْجَيْشِ فِيمَا يَفْعَلُونَهُ. Shunda qo'shindagilar, askarlar ya'ni nima qilish borasida o'zaro muzokara qilishdi, maslahat qilishdi. أَيُرْسِلُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ يَطْلُبُونَ مِنْهُ مَدَدًا أَمْ يُقْدِمُونَ عَلَى الْحَرْبِ. Rasulullohdan madad so'rab biron elchi chopar yuboramizmi yoki jangni boshlayveramizmi? فقال عبد الله بن رواحة. Shunda Abdullah ibn Ravoha aytdiki: "Ya qavm, vallahi innal ladhi takrahuna huwa ma kharajtum lahu." Ey qavm, Allohga qasam, mana shu sizlar yoqtirmayotgan narsa o'zi aslida shunga chiqqansiz. Huvallazi ma huvallazi kharajtum lahu. Nima u? Kharajtum tatlubuna ash-shahada. Shahodatni istab chiqqansiz. Wa nahnu ma nuqatilu bi'adadin wala biquwwatin wala bikathratin. Biz, ya'ni musulmonlar son sanoq, kuch-quvvat va adadga qarab jang qilmaymiz. Unga suyanib jang qilmaymiz. Ma nuqatilu illa bi hadha ad-din allazi akramana Allohu bihi. Balki Alloh bizni u bilan aziz qilgan mana bu din bilan, ya'ni mana bu shu din uchun, shu dinga suyanib jang qilamiz. Fa inna ma hiya ihdal husnayayn. Oldimizda bizni ikki yaxshilikdan biri kutyapti. Imma zuhur va imma shahada. Yo g'alaba, yo shahodat. Ya'ni biz yutqazmaymiz deganida. Haqiqatda musulmon kishi hech qachon yutqazmaydi. Rasululloh aytganlari, musulmonning ishi ajablanarli. Ajaban li amril muslim. Hayron qoladigan darajada deyapti-da. Inna amrahu kullahu khayr. Ishini hammasi yaxshilik. Yomonlik yetsa sabr qiladi, yaxshilik bo'ladi. Yaxshilik yetsa shukr qiladi, u yana yaxshilik bo'ladi. Faqala an-nas. Shunda insonlar aytishdiki, haqiqatda Abdulloh ibn Ravoha o'zi shoir odam bo'lgan, gapga usta, suxandon bo'lganda. Ularning hissiyotini junbushga keltirib yubordi. Shunda aytishdiki, sadaqa vallohi ibn Ravoha. Ibn Ravoha vallohi rost aytdi deyishdi. Va ma daw lil qital. Jangni boshlab yuborishdi. Fa laqu hadhihi al-jumu'a al-mutakathira. Mana bunday dahshatli, bahaybat qo'shin bilan to'qnashishdi. Faqatala Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu hatta tushhid. Shunda Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu jang qilib, u kishi shahid bo'ldilar. Fa akhadha ar-rayata Ja'far ibn Abi Talib wa huwa yaqul. Keyin bayroqni Ja'far ibn Abi Talib mana bu baytlarini, mashhur baytlarini aytgan holatda qo'lga oldilar. Ya habbazal jannatu wa iqtirabuha tayyibatan wa baridan sharabuha. Ya habbaza, ya degani bu yerda harf tanbih, e'tiborni qaratish uchun nidomasda. Habbaza fe'lu madh. Jannat qanday go'zal, qanday yaxshi. Vaqtirobuha va jannatga yaqinlashish, iqtirob, unga yaqin bo'lish qanday yaxshi. Tayyibatan va baridan sharabuha. Buni hol qilsak ham bo'ladi, o'sha jannatdan va iqtirobuhadan hol qilsak, pok-pokiza holatdagi va sharoblari totli, lazzatli, muzdek holatdagi jannat va unga yaqinlashish qanday yaxshi. Va rumun qaddana azabuha. Demak, bu yerda ikkita rum degan ma'nosi o'sha rumliklar degani. Qofiya uchun, gapni to'ldirish uchun kelgan. Va rumun, rumliklar, rumliklar qaddana azabuha. Dar haqiqat azobi yaqinlashdi. Kafiratun ba'idatun ansabuha degani, ya'ni kofir bo'lgan,
va irqi o'zga bo'lgan, baidatun ansabuha degani irqi o'zga bo'lgan, kofir bo'lgan rumliklarni darhaqiqat azobi yaqinlashdi. Alayya iz laqaytuha dirabuha. Alayya degani bu yerda ya'ni qasam ma'nosida. Qasamki to'qnashsam ularni men chopaman. Walam yazal yuqatilu hatta istushhida radhiyallohu anhu. U kishi ham tinmay jang qilib bahodirlarday shahid bo'ldilar. Fa akhadha royata Abdullah ibn Rawaha. Bayroqni Abdullah ibn Rawaha oldi. Fataqaddama thumma taraddada ba'd at-taraddud. Keyin olg'a tashlanib, keyin biroz ikkilandi. Biroz ikkilanib turib, faqala yukhatibu nafsahu. O'ziga o'zi xitob qilib aytdiki, mana ular bu she'rlarda haligi ustozlarimizdan biri aytganday, jang qilayotgan paytida she'r to'qib yuborganda ular. Bu qofiyani, ilhomni kutib o'tirmagan. U g'arizada o'zi ichida bor bo'lgan bu narsa. Nima deydi? Ilhom zo'r keladigan paytlarda, hayajonli paytlarda insonning nimasi aktiv ishlaydi-ku, miyasi. O'shanday she'r to'qib yuboryapti-da, shap-shap. Bayroqni olyapti-da, shappa she'r to'qib, va o'sha she'r bilan o'zini o'zi shijoatlantirib jangga otlanyapti. Aytayaptiki, aqsamtu ya nafsu la tanzilinna. Ont ichaman ey nafsim, albatta jangga kirasan. La tanzilinna, bu ya'ni la tanzilina bo'lgan o'zi. Muannasga xitob bo'lyapti-ku. Keyin ta'kidni qo'shilgandan keyin yo'l muxotaba tushib qolgan, iltiqoi sakina sababli. Oxirdagi ha bu ha sakta deydi, to'xtash uchun berilgan. To'iatan aw la tukrahinna. Istasang, istamasang deganida to'iatan ya'ni xoh ixtiyoring bilan, xoh yoki majburiy. Ixtiyori majburiy deydi-ku. In ajlaba an-nasu wa shaddu ar-ranna mali araki takrahina al-janna. Barcha hayo-huy qilib jangga otlanib tursa, senga nima bo'ldiki, jannatdan yuz burasan. Ajlaban nas degani haligi qiyqirib bir joyda to'planish degani. Ronna o'sha haligi qiyqiriq, yig'i aralash qiyqiriq degani. Ya'ni hamma hayo-huy deb ayyuhannas solib deydi-ku. Jangga otlanib tursa, senga nima bo'ldiki, jannatdan yuz burasan. Mali aroki degani, ya'ni senga nima bo'ldiki, jannatdan yuz burasan. Qad talama qad kunti mutma'inna hal anti illa nutfatun fi shanna. Qad talama degani, ya'ni shuncha vaqt bir umr xotirjam eding. Hal anti illa nutfatun fi shanna. Sen shunchaki bir eski meshdagi bir tomchi suvsan xolos. O'sha eski mesh deb turib, o'zini jasadini ichidagi ruhini shunga o'xshatyapti. Ya'ni bu degani o'sha suv quyiladi, meshning ichidagi suv to'kiladi, mesh yoriladi. Yani jasad yorilib ichidagi ruh chiqadi deganida. Shahodatda aytmoqchida. Summa iqtahama bi farasihi al-ma'ma'a. Keyin oti bilan jangga kirib ketdi. Ma'ma'a o'sha bu ham haligi nima? Jang, shovqin suron deganida. Yani shovqin suronli, dahshatli jangga oti bilan kirib ketdi. Iqtahama o'sha sho'ng'idi, kirib ketdi degan. Walam yazal yuqatilu radhiyallohu anhu hatta istushhid. U kishi ham jang qilishda davom etib va shahid bo'ldilar. Fahamma ba'dul muslimina bir-ruju'i ila al-wara. Shunda ayrim musulmonlar orqaga chekinishni o'ylab qoldi. Faqala lahum Uqbat ibn Amir. Ularga Uqbat ibn Amir radhiyallohu anhu aytdilarki, ya qawmu yuqtalu al-insanu muqbilan khayrun min an yuqtala mudbiran. Kishini o'sha olg'a tashlanib jang qilgan holatda o'ldirilishi orqaga chekinayotgan holda qochayotgan paytda o'ldirilishidan yaxshidir. Fataraja'u wattafaqu ala ta'mir ash-shahm al-basil Khalid ibn al-Walid. Shunda ular ortga qaytishdi va pahlavon, botir, bahodir, yengilmas qo'mondon Khalid ibn Walidni amir qilib saylashga kelishdi. Wa bihimmatihi wa maharatihi al-harbiyyati hama hadha al-jaysh min ad-daya'i idh ma taf'alu 3000 bi 150,000. U kishi o'zini yetuk, baland himmati va harbiy mahorati bilan mana bu qo'shinni halok bo'lishdan saqlab qoldi. Chunki 3000 tagina odam 150 mingtaga qarshi nima ham qila olardi? فإنه لما أخذ الراية قاتل يومه قتالا شديدا. Khalid ibn Walid bayroqni olgandan keyin o'sha kuni qattiq jang qildi. Va fi ghadihi khalafa tartib al-askar. Ertasi kuni qo'shinni tartibini o'zgartirdi. Mana oldin qo'shin o'tib kelyapmiz.
5 qismdan iborat bo'lgan, o'rtada markaz bo'lgan, keyin uni atrofida bo'lingan qismlarga o'ng qanot, chap qanot, old va orqa bo'lgan. Mana shuni tartibini o'zgartirdi. Faja'ala as-saqata muqaddimatan wal muqaddimata saqatan. Ya'ni saqa ya'ni orqa qismda, orqa qismda old qismga, oldni orqa qismga almashtirdi. Wal maymanata maysaratan wal maysarata maymanatan. O'ng qanotni chap qanotga, chap qanotni o'ng qanotga almashtirdi. Fadhanna ar-rum anna al-madada ja'a lil muslimina faru'ibu. Endi buni uzoqdan ko'rib turgan rumliklar musulmonlarga madad kuchlari yetib keldi deb o'ylab qo'rquvga tushishdi. Qarang taktikani. Haqiqatda Xolid ibn Valid hech yengilmagan ekan, Allohning fazli bilan. Kofirligida ham, musulmonligida ham. ثم أخذ خالد الجيش وصار يرجع إلى الورى حتى انحاز إلى موتى. Xolid qo'shinni sekin asta orqaga tortib, orqaga chekintirib va Mutaga nima qilishdi? Kirib olishdi. Inhaza degani Mutaga, Muta degan joyga yetib olishdi. ثم مكث يناوش الأعداء 7 أيام. Keyin 7 kun dushman bilan uzoqdan turib o'sha otishib, yengil jang qilib turdi. ثم تحاجز الفريقان. Keyin ikkala qo'shin ham musulmonlar ham kofirlar ham to'xtadi jangdan. لأن الكفار ظنوا أن الأمداد تتوالى للمسلمين. Chunki kofirlar musulmonlarga tinmay madad kuchi kelib turibdi deb o'ylashdi. وخافوا أن يجروهم إلى وسط الصحراء حيث لا يمكنهم التخلص. Ularda keyin ali qutulib bo'lmaydigan sahroni o'rtasiga tortib ketishlaridan qo'rqdi. وبذلك انقطع القتال. Mana shunday qilib jang to'xtadi. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن الرواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم. Rasululloh Madinada turib, odamlarga hali jangni xabari yetib kelmasdan Zayd ibn Harisa, Ja'far ibn Abi Talib va Abdulloh ibn Ravohalarni shahodatini, xabarini berib turgan edi. Na'a degani o'sha o'lim xabarini yetkazish degani. Faqala aytdilarki Rasululloh akhadha ar-rayata Zaydun fa usiba. Bayroqni Zayd oldi, u halok bo'ldi. Thumma akhadhaha Ja'farun fa usiba. Keyin Ja'far oldi, u ham halok bo'ldi. Thumma akhadhaha Ibn Rawaha fa usib. Keyin Ibn Rawaha oldi, u ham halok bo'ldi. Va kanat ayna Rasulillah tazrufan. Shu so'zlarda aytar ekan, Rasulullohning ko'z yoshlari tinmay oqar edi. Thumma qol, keyin aytdilarki, hatta akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah hatta fataha Allohu alayhim. Keyin bayroqni Allohning qilichlaridan bir qilich olib va Alloh u sababli qo'shinga g'alaba berdi, nasib qildi. Dedilar: "Waja'ahu rajulun faqala." Shunda bir kishi kelib Rasulullohning oldiga aytdi: "Rasululloh, inna nisaa Ja'far yabkin." Ja'farning xonadonidagi ayollar yig'lashyapti ekan dedi. Fa amarahu an yanhahunna. Ularni Rasululloh qaytarishga buyurdi. Chunki bizda hali dodvoy solib, ayohannos solib yig'lash mayit uchun mumkin emas. Rasululloh bundan qaytarganlar. Fadhahaba ar-rajulu thumma ata. Haligi kishi borib yana qaytib keldi. Aytdiki: "Qad nahaytuhunna falam yuti'na." Qaytardim, lekin quloq solishmayapti dedi. Fa amarahu fadhahaba thaniyan thumma ja'a. Rasululloh yana buyurdi. Borib ikkinchi marotaba yana qaytib keldi. Aytdiki: "Vallohi laqad g'alabnana." Kelib, "Yo'q, hech ham bizga quloq solishmayapti." G'alabnana degan, ya'ni bizdan ustun kelishdi. Bizni yengib qo'yishdi. Faqala lahu alayhi salatu vassalam: "Uhthu fi afwahihinna turab." Shunda Rasululloh 3-marotaba, 3-sida shunda Rasululloh aytdilarki, og'izlariga bo'lmasa turpoq solib qo'y dedilar. Shu darajada mumkin emas chunki. Walamma aqbala al-jayshu ila al-Madina qabalahum al-muslimuna yaquluna lahum ya furrar. Qo'shin Madinaga kelgan paytida musulmonlar ularni qochqoqlar deb kutib olishdi. Faqala alayhi salatu vassalam bal humul kurrar. Shunda payg'ambar alayhisalom balki ular haqiqiy jangchilar, haqiqiy g'alaba qozongan kishilar. O'zi far va kar deydi. Jangda ishlatiladigan so'zlar. Far qochish tushunarli. Kar o'sha olg'a tashlanib hujum qilish degani. Chekinmaslik, mardonavor jang qilish degan ma'noda. Rasululloh aytmoqchiki, balki ular mardonavor jang qilgan, haqiqiy g'alaba qozongan askarlar dedilar. Maqtadilar ularni. Zanna al-muqimuna bil Madinati anna inhiyaza Xolid bil jaysh hazimatun. Chunki Madinadagilar Xolidni qo'shinni ortga o'sha tortgani, qo'shin bilan ortga chekingani mag'lubiyat deb o'ylagan edi.
ولكن رسول الله أراهم أن ذلك من مكايد الحرب وأثنى على خالد مهارته. lekin Rasululloh bu jangni hiylasi ekanligini ularga tushuntirib qo'ydilar va Xolidni bu mahoratini maqtadilar. Haqiqatda har doim ham chekinish bu mag'lubiyat yoki bu qochqoqlik bo'lmas ekan. Balki o'rniga qarab, vaziyatga qarab, to'g'ri vaqtda, vaziyat taqozo qilgan vaqtda bo'lsa agar, bu aksincha g'alaba bo'lishi mumkin ekan. سرية وفي جماد الآخرة بلغه عليه الصلاة والسلام أن جمعا من قضاعة يتجمعون في ديارهم وراء وادي القرى ليغيروا على المدينة. جماد الآخرة oyida payg'ambar alayhisalomga Quzoadan bo'lgan bir guruh Vadil Quro ortidagi o'zlarining yurtida Madinaga hujum qilish uchun jamlanayotgani, yig'ilayotgani xabari yetib keldi. Farsala lahum Amr ibn al-As fi 300 rajul min saratil muhajirin. Ularga Amr ibn Asni muhojirlarni sharafli, boobro' muhojirlardan 300 tasi bilan birga yubordilar. Thumma amaddahu bi Abi Ubaydah ibn al-Jarrah fi 200 min al-muhajirin fihim Abu Bakr va Umar. Keyin u kishining ortidan ichida Abu Bakr va Umarlar bo'lgan muhojirlardan tashkil topgan 200 ta qo'shin bilan yana madad kuchi u kishining ortidan yubordilar. Falahiqu Amran qabla an yasila ila al-qawm. Bu madad kuchi Amr roziyallohu anhu hali dushmanning oldiga yetib bormasdan kelib qo'shilib oldi. Wa qad arada rijalun min al-jaysh iqada narin famana'ahum Amr. Qo'shindagi ba'zi birovlar o't yoqmoqchi edi, Amr bunga ruxsat bermadi. Fankara alayhi Umar ibn al-Xattob. Umar ibn al-Xattob e'tiroz bildirdi unga. Faqala Abu Bakr Umarga aytdiki: "Innama ba'athahu Rasululloh alayna ra'isan li ma'rifatihi bil harbi akthara minna fala ta'sihi." Rasululloh jangni sir sanoatini bizdan ko'ra yaxshiroq bilgani uchun uni bizga amir qilib yubordi Rasululloh. Unga itoatsizlik qilma dedi. Haqiqatda qarang, ana Abu Bakr Umarlar necha yildan beri Rasululloh bilan birga. Amr ibn As kechagina musulmon bo'ldi. Lekin o'sha ishni ko'zini bilgani uchun, bu sohani mutaxassis bo'lganligi uchun uni amir qilib yuboryapti. Famtathala Umar roziyallohu anhu quloq soldi, bo'ysundi. Walamma hallu bi sahatil qawmi hamalu alayhim. Dushmanning yerlariga ular yetib borishganida ularga hujum qilishdi. Falam yakun akthara min sa'a hatta tafarraqa al-a'da'u munhazimin. Sa'ada murod bu yerda 1 soat emas, balki hech qancha vaqt o'tmasdan deganida. Akthara min sa'a degani bir lahza ham, ko'z ochib yumguncha ham vaqt o'tmasdan dushman ortga chekinib mag'lub bo'ldi. Fajama'u ghana'imahum wa aradu ittiba'a atharihim famana'ahum qa'iduhum. Ulardan qolgan o'ljalarni yig'ishdi. Shunda ularning ortlaridan quvmoqchi bo'ldi musulmonlar. Amirlari Amr ibn As bunga ham ruxsat bermadi. Thumma raja'u ila al-madinati zafirin. Keyin Madinaga g'alaba qozonib qaytdilar. Va baynamahum fi tariqi adrakat Amr ibn al-As janabatun fi laylatin barida. Yo'ldaligida, ya'ni qaytayotganlarida yo'lda sovuq bir kechada Amr ibn As junub bo'lib qoldi. Uzrli bo'lib qoldi. Falamma asbaha qol. Bomdod paytida, bomdod mahal bo'lganda aytdiki: "In ana igtasaltu halaktu." Agar hozir bu sovuqda men yuvinsam, aniq halok bo'laman. Ya'ni qattiq sovuq bo'lgan, kasal bo'laman, zarar yetadi va hokazo. Vallohu yaqul. Alloh taolo esa aytadiki: "Va la tulqu bi aydikum ila at-tahluka." O'zingizni o'zingiz halokatga tashlamang deydi Alloh taolo. Dedida thumma tayammama va salla. Tayammum qilib namoz o'qidi. Ya'ni bir dalilga suyanib amal qilyapti. Thumma amara bis-sayr. Keyin yo'lda davom etishga buyurdi. Hatta idza wasalu ila al-madinati qama Rasululloh alayhi salatu vassalam yas'alu an anba'i safarihim kama hiya 'adatuhu. Madinaga yetib borishganida payg'ambar alayhisalom o'zini har doimgi o'sha odatiga binoan safar taassurotlarini so'ray boshladilar. Fa akhbaruhu bima naqamuhu min Amr ibn al-As min nahyihim an iqadi an-nar wa nahyihim an ittiba' al-adu wa salatihi junuban. Keyin o'sha Amr ibn Asda ular o'zlari norozi bo'lgan. Bima naqamuhu degani Amr ibn Asga ular e'tiroz bildirgan o'sha 3 ta masalani xabar berishdi. O't yoqishdan qaytargani, dushmanni quvishga izn bermagani va uzrli holatda namoz o'qigani tayammum qilib. Fasalahu alayhi salatu vassalam an zalika faqal. Payg'ambar alayhisalom u kishidan bular haqida so'radi. Nimaga bunday qilding deganda hammasiga bitta-bitta javob berib aytdilarki: "Mana'tuhum min iqadin nar
لئلا يرى العدو قلتهم فيطمع فيهم. O't yoqishdan qaytardim, dushman ularda ozligini ko'rib, ulardan umidlanib qolmasligi uchun. Shijoatlanib qolmasligi uchun degan ya'ni. Wa nahaytuhum an ittiba'il aduwwi li alla yakuna lahu kaminun. Dushmanni quvishdan qaytardim, biron pistirma bo'lib qolishligi mumkin edi chunki. Wa sallaytu junuban li anna Alloh yaqul wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Uzurli holatda tayammum qilib namoz o'qidim, chunki Alloh taolo o'zingiz halokatga tashlamang degan. Va in ana ightasaltu halaktu. G'usl qilganimda u sovuqdan halok bo'lardim aniq. Dedilar, fatabassama alayhi salatu vassalam va asna ala amrin khayran. Rasululloh tabassum qilib Amrni maqtadilar. Haqiqatda ziyrak odam bo'lgan, zakiy odam bo'lgan. Ya musulmon kishi shunday bo'lish kerak ekanda. Ziyrak, zakiy bo'lish kerak ekan. Xo'p, sariyatun va fi Rajab arsala alayhi salatu vassalam Abu Ubaydah Amir ibn al-Jarrah fi 300 faris li ghazwi qabilati Juhaynata allati taskunu sahil al-bahr. Rajab oyida payg'ambar alayhisalom Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah radhiyallohu anhu ni 300 otliq bilan dengiz sohilida yashaydigan Juhayna qabilasiga hujum qilish uchun, shu qabila bilan jang qilish uchun yubordilar. Va zawwada alayhi salatu vassalam hadha al-jaysha jiraban min at-tamr. Bu qo'shinga Rasululloh oziq-ovqat o'laroq bir qop xurmo berdilar. Qarang, katta bir qo'shinni oziq-ovqati bir qop xurmo bo'lyapti. Aytamizku, ya'ni ular sabablarni o'sha 0 darajasida yashagan hisobda. Mana shu inson tarbiyalaydi ekanda. Farovonlik bo'lsa odamni buzadi. Shuning uchun ular metin bo'lgan, irodasi metin bo'lgan, sabrli, bardoshli bo'lgan, qat'iyatli bo'lgan. Fasaru hatta idha wasalu as-sahil aqamu fihi nahwa nisfi shahrin yantaziruna al-adu. Ular yo'lga chiqishdi, sohilga yetib borganlarida u yerda yarim oycha dushmanni kutib turishdi. Wa qad faniya zaduhum hatta akalu al-khabat. Oziq-ovqatlari tugab qolgan edi. Bir qop xurmo nima bo'ladi endi? Shu qissani tafsilotida aytishadi. Birinchi kuni ko'proq odam bergan boshida. Keyin kamaytirgan, 3 mahal bergan, keyin 3 tadan bergan, keyin 2 mahalga, keyin 1 mahalga tushirgan, keyin sonini ham kamaytirgan xurmoni 3 tadan bergan bo'lsa 2 tadan, keyin 1 tadan, keyin bir kunga hatto oxirida 1 tadan. Bir kunda bitta xurmo. Oxiri shu ham tugagan. Oziq-ovqatlari tugab, hatto haligi akatsiya daraxti deydi, xobot degan o'sha akatsiya daraxti. Cho'llarda o'sadigan bargimda kichkina yashil bargi bor. Daraxt, o'sha daraxtning barglarini yeyishdi. Yabullunahu bil ma va yakulunahu. Suvga solib ho'llab, uni namlab, qurib ham qolgan shekilda. Suvga solib, ho'llab, namlab, keyin yeyishardi ila an taqarrahat ashdaquhum. Ashdaq o'sha shit qundi jami, ya'ni og'iz ichi degani. Og'izlarining ichi yorilib o'sha jarohatlanib ketdi. Wa kana fil qawmi al-Karim ibn al-Karim Qays ibn Sa'd ibn Ubada. Bu qo'shinning ichida Saxiy o'g'li Saxiy, ya'ni Xotamtoy o'g'li Xotamtoy, Qays ibn Sa'd ibn Ubada bor edi. Bu Sa'd ibn Ubadaning o'g'li ya'ni. Sa'd ibn Ubada o'zi juda qo'li ochiq bo'lgan. Mana aytamizku, u kishi duo qilar ekan. Allohim menga ko'p bergin. Chunki qavmini sayyidi bo'lgan. Chunki ozga men chidolmayman va oz menga chidolmaydi. Ya'ni oz menga yetmaydi, men ham unga chidolmayman. Shuning uchun menga ko'p bergin der ekan, lekin o'zi ko'p ehson qilar ekan shunga yarasha. Haqiqatda boylikni sir berishda deydi-ku, bekarga emasdan. Shu kishining o'g'li endi bu kishi, Qays ibn Sa'd. Fanahara lahum 3 juzur fi kulli yawmin jazur. Ularga 3 ta tuya so'ydi, har kuni bittadan. Jazur o'sha mufradi, juzur jami ko'pligi. Kuniga bittadan 3 kunda 3 ta tuya so'ydi. Va fil yawmi ar-rabi'i arada an yanhara fanahahu ra'isuhu Abu Ubayda. 4-kun yana so'ymoqchi edi, Amir Abu Ubayda roziyallohu anhu ruxsat bermadi. Lianna Qaysan kana akhadha tilka al-juzura bidaynin ala abihi. Chunki Qays bu tuyalarni o'sha otasini hisobidan bir qarz evaziga olgan edi. Ya'ni otasini nomidan qarz evaziga olgan edi. Jangga chiqish oldidan misol tayyorgarlik ko'rilgan bo'lsa,
Bu kishi otasining nomidan yozdirib qarzga olgan bo'lganda tuyalarni, qanchadir tuya. Fakhafa Abu Ubayda alla yafiya lahu abuhu bimastadan. Chunki Abu Ubayda, ya'ni qo'shin amiri, otasi olgan qarzini to'lolmay qolishidan qo'rqdi. Sa'd ibn Uboda to'lolmay qolishidan qo'rqdi. Faqala Qaysun, shunda Qays aytdiki: "Atara Sa'dan yaqdi duyunan nas va yut'imu fil maja'a va la yaqdi daynan istadantuhu liqaumin mujahidin fi sabilillah." Nima, Sa'd odamlarni shuncha qarzlarini to'lab, ochlarga taom yedirib, Alloh yo'lidagi mujohid qavm uchun men qarzga olgan qarzni to'lamaydi deb o'ylaysizmi? dedi, lekin baribir ruxsat bermadi. Valamma ya'isu min liqa'i aduwwihim raja'u ila al-Madina. Dushmanni kutib oxir umidlari uzilgandan keyin Madinaga qaytib kelishdi. O'zi aslida bu yerda bir katta voqea bo'lgan. Oziq-ovqatlari tugaganda ularga dengizdan katta bir o'sha baliq, kit deymizmi, hut chiqadi, o'shani so'yib yeyishadi. Ancha vaqtga yetadi u. Hatto Madinaga qaytayotganda o'zlari bilan birga oladi ham. Ajoyib sahobalar ham haligi bir qiziquvchan odamlar bo'lgan ekan. Bizning o'zbeklarga o'xshab. Ko'ziga o'sha kit, ko'z kosasi bo'ladi-ku. Shu ko'z kosasiga chiqib, nechta odam sig'ar ekan deb tekshirib ko'rishgan ekan. Bir 5 tachasimi sig'ib ketgan deydi. Bitta ko'z kosasiga 5 ta odam. Keyin tanasidagi eng katta qovurg'a suyagini tikkalab turib, Abu Ubayda bir bo'yi uzun odamni bo'yi uzun bitta tuyaga mindirib tagidan o'tkazib ko'rgan ekan. Shunchalik katta anaqa chiqqanda. Madinaga kelib keyin Rasulullohdan so'rashadi, shunaqa yedik deb, halolmidi deb so'rashganda Rasululloh menga ham beringlar deb. Dengizdagi har qanday hayvon halol. Lekin ular endi ta'vil bilan yeganda unda halol haromligini qanday aniq bilmasdan turib yegan desiz, majburmiz hozir, mustormiz, ovqat yo'q chunki deb ta'vil qilib ruxsatni olib yeyishganda. Lekin o'zi halol edi. Xo'p, faqala Qays ibn Sa'd li abihi, Madinaga qaytgandan keyin Qays ibn Sa'd otasiga aytdi: "Kuntu fil jayshi faja'u." Qo'shin bilan birga edim. Ular och qolishdi. Qolan har. Otasi so'y dedi. Qolana hartu. Ya'ni so'y degani, so'ymadingmi bironta tuya deganidir. Qolana hartu, so'ydim. Qola thumma ja'u. Keyin yana och qolishdi ikkinchi kuni ham. Qolan har, yana so'ymadingmi? Qolana hartu, so'ydim. Qola thumma ja'u, yana och qolishdi. Qolan har, ya so'ymadingmi? So'y yana. Qolana hartu, so'ydim deganda qola thumma ja'u. Keyin yana och qolishdi 4-kuni. Qolan har, yana so'ymadingmi deganda qola nuhitu. Amir ruxsat bermadi. Qaytarildim deyapti-da. Otasini ham qanchalik qo'li ochiqligini ko'rsatadi-da bu. Haqiqatda o'sha yuqorida aytgandek, hech ikkilanmay otam nima qilgan bo'lardi? Fido qilgan bo'lardi, to'lagan bo'lardi. G'azwatul Fathil A'zam. Katta fath jangi, ya'ni Makka fathi jangi. Bu 8-yildagi eng katta voqealardan. Iza aradallohu amran hayya asbabahu. Alloh bir ishni istasa, sabablarini muhayyo qilib qo'yadi. Va azala mawani'ahu. Va to'siqlarni ham Alloh o'zi bartaraf qiladi. Faqad kana alayhisolatu vassalam ya'lamu annahu la tazillu al-arabu hatta tazilla Quraysh va la tanqadu al-bilad hatta tanqada Makka. Payg'ambar alayhisalom aniq bilardiki, to Quraysh bo'ysunmagunicha arablar bo'ysunmaydi va Makka itoat qilmagunicha qolgan shaharlar itoat qilmasligini bilar edi. Fakana yatashawwafu li fathiha. Shuning uchun Makkani fath qilishni qattiq istar edi Rasululloh. Walakin kana yamna'uhu min zalika al-uhud allati a'taha Quraysh fil Hudaybiyah. Lekin bundan u kishini Hudaybiyada Qurayshga bergan ahd paymonlari, va'dalari to'sib turar edi. Va huwa sayyidu man waffa. Va u kishi ahdiga vafo qilganlarning sayyidi. Walakin idza arada Allohu amran hayya asbabahu. Lekin yuqorida aytganimizdek, Alloh bir ishni iroda qilsa, uni sabablarini muhayyo qilib qo'yadi. Faqad alimta anna qabilata Khuza'ata dakhalat fi ahdi Rasulillah va qabilatu Bani Bakr dakhalat fi ahdi Quraysh. Yuqorida mana bildingizki, Xuza'a qabilasi Rasulullohning safiga qo'shildi, Banu Bakr qabilasi bo'lsa Quraysh safiga qo'shildi bu yuqoridagi sulhda. Va kana bayna Khuza'ata va Bani Bakr dima'un fil jahiliyyah kamunat naruha bi zuhuril islam.
Xuzoa bilan Banu Bakr o'rtasida johiliyat paytida qon da'vosi bor edi. Bu islom g'olib bo'lishi, islom yoyilishi bilan uning alangasi so'nib qolgan edi. Ya'ni bir-biridan ikkala tomon ham talab qilmay qo'ygan edi. Aslida qon da'vosi bu osonlikcha hal bo'ladigan masala emas. Falamma hasalatil hudna waqafa rajulun min Bani Bakr yataghanna bi hija'ir Rasul sallallohu alayhi vasallam ala masma'in min rajulin Khuza'i. Sulh tuzilganidan keyin Banu Bakrlik bir odam turib, Xuzoalik bir kishi eshitadigan joyga kelib, Rasulullohni masxara qilib kuylay boshladi. Faqama hadha wa darabahu. Keyin bu Xuzoalik turib haligini urdi. Faharraka zalika kaminal ahqad. Mana bu haligi so'ngan olovni alangalatdi. Ya'ni yashirinib yotgan adovatni qo'zg'atib yubordi. Va tazakkara Banu Bakrin sa'rahum. Banu Bakr haligi eskidan qolgan qasoslarini esladi. Fashaddul azimata li harbi khusumihim, dushmanlariga jang qilishga azm qaror qilishdi. Vasta'anu bi awliyaihim min Quraysh. Qurayshlik ittifoqdoshlaridan yordam so'rashdi. Fa'anuhum sirran bil uddati war rijal. Quraysh ham yashirincha qurol aslaha va askarlar bilan yordam berishdi. Qarang, ham qurol aslaha ham o'zlari bo'lmasa sulh tuzishgan. Thumma tawajjahu ila Khuza'ata wa hum aminun. Khuza'aga ular tinch, xotirjam bo'lib, ya'ni hech qanday bir jang qilishni kutmayotgan bir paytda to'satdan ularga borib, faqatalu minhum ma yarbu ala al-20, ulardan 20 tadan oshig'ini shunday o'ldirib kelishdi. Walamma ra'a zalika hulafa'u as-sayyid al-amin arsalu minhum wafdan bi riyasati Amr ibn Salim al-Khuza'i li yukhbira Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bima fa'ala bihim Banu Bakr va Quraysh. Payg'ambar alayhissalomning ittifoqdoshlari bo'lgan Xuzoaliklar buni ko'rganda, o'zlaridan bir delegatsiya, bir guruhni Amr ibn Salim al-Khuza'i boshchiligida Rasulullohga Banu Bakr va Quraysh bu qilgan qilmishini Rasulullohga xabar berish uchun, Rasulullohga yetkazish uchun yuborishdi. Falamma hallu bayna yadayhi va akhbaruhu qol. Rasulullohning oldiga kelib bu xabarni u kishiga yetkazganlaridan keyin Rasululloh aytdilarki: "Vallohi la amna'annakum mimma amna'u nafsi minhu." Allohga qasam, sizni jonimni himoya qilganday himoya qilaman. Ya'ni jonimni himoya qilgan narsadan himoya qilaman degani, jonimni himoya qilganday himoya qilaman. Amma Qurayshun fa innahum lamma ra'aw anna ma 'amiluhu naqdun lil 'uhud allati ukhizat 'alayhim nadimu 'ala ma fa'alu. Quraysh esa bu qilgan ishlari ulardan olingan ahdga, va'daga xilof ekanligini, o'sha ahdni buzish ekanligini bilgan paytlarida qilgan ishlaridan afsuslanishdi. Va aradu mudawata hadha al-jurh. Mana bu jarohatni yopmoqchi, tuzatmoqchi bo'lishdi. Fa arsalu qaidahum Abu Sufyan ibn Harb ila al-Madina li yashudda al-aqda va yazida fil mudda. Qo'mondonlar Abu Sufyan ibn Harbni Madinaga o'rtadagi kelishuvni yana ham mustahkamlash va hatto muddatini uzaytirish uchun yuborishdi. Farakiba rahilatahu wa huwa yadhunnu annahu lam yasbiqhu ahadun. Tuyasiga mindi, u Rasulullohga hech kim bu xabarni undan oldin chaqqonlik qilib yetkazmagan deb o'ylar edi. Yani Rasulullohga xabar yetib bormagan deb o'ylab tuyasiga minib, hatta idaja al-Madina nazala ala ummil mu'minina ummi Habibata bintihi. Madinaga kelib qizlari Ummul Mu'minin Ummu Habiba onamizni uylariga keldi u. Va qad arada an yajlisa ala firashi Rasulillah fatawathu anhu. Rasulullohning to'shagiga o'tirmoqchi edi, Ummu Habiba onamiz hali to'shakni olib taxlab qo'ydi. Faqala ya bunayyatu araghibti bihi anni am raghibti bi anhu. Abu Sufyan aytdiki: "Ey qizim, uni mendan qizg'andingmi yoki meni undan qizg'andingmi?" Haqiqatda nima bo'lgan? Gapga usta odamlar bo'lganda. Faqalat ma kana laka an tajlisa ala firashi Rasulillah wa anta mushrikun najas. Ummu Habiba onamiz aytdiki, mushrik va najas bo'la turib Rasulullohning to'shagiga o'tirishingiz mumkin emas dedi. Otasi bo'lsa ham qarang, al-valo val baro bu aqida har narsadan ustun. Faqala laqad asabaki ba'di sharrun. Aytdiki, mendan keyin aynib ketibsan dedi. Thumma kharaja min 'indiha wa ata an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fil masjid. U kishini huzuridan chiqib masjidga Rasulullohning oldiga keldi va arada alayhi ma ja'alahu va taklifini bildirdi Rasulullohga.
فقال له عليه الصلاة والسلام هل كان من حدث. Shunda Rasululloh aytdiki, nima biron narsa bo'ldimi dedi. Rasululloh ham o'zini bilmaganlikka olyapti. Qala la. Abu Sufyan yo'q dedi. Faqala alayhi salatu vassalam فنحن على مدتنا وصلحنا. Biz o'sha kelishuv va sulhda turibmiz dedilar. ولم يزد عن ذلك. Rasululloh boshqa gapirmadi bundan boshqa. فقام أبو سفيان ومشى إلى أكابر المهاجرين من قريش لعلهم يساعدونه على مقصده. Abu Sufyan turib Qurayshlik muhojirlarni kattalarini oldiga bordi. Balki o'sha uni o'zini maqsadiga yordamlashib yuborishar degan umidda. Falam yajid minhum mu'inan. Lekin ularning ichidan bironta yordamchi topolmadi o'ziga. Va kulluhum qalu. Hammalari bir ovozdan jivaruna fi jivari Rasulillah. Bizning himoyamiz Rasulullohning himoyasiga tobe. Rasululloh nima desa shu deb turishdi. Faraja'a ila qawmihi va lam yasna' shay'an. Hech narsa qila olmay Abu Sufyan qavmini oldiga qaytib ketdi. Fattahamuhu bi annahu khanahum wattaba'a al-islam. Makkadagilar Abu Sufyonni xiyonat qildi va musulmon bo'lib ketdi deb tuhmat qilishdi. Fatanassaka 'inda al-awthan liyanfi 'an nafsi hadhihi at-tuhma. Mana bu tuhmatni bartaraf qilish uchun butlarning oldiga borib turib ibodat qildi, sig'indi. Ko'rsatib qo'ydi endi o'zini mushrikligini ularga. Amma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fatajahhaza lis-safari va amara ashabahu bizalika. Rasululloh bo'lsa safarga tayyorgarlik ko'rdilar, sahobalarga ham buyurdilar tayyorgarlik ko'rishga. Va akhbara as-siddiqa bil wijhati faqala lahu. Faqat Abu Bakr roziyallohu anhu ga qayerga ketayotganlarini aytdilar Rasululloh. Shunda Abu Bakr aytdiki, ya Rasululloh, awalaysa baynaka va bayna Qurayshin ahdun? Siz bilan Quraysh o'rtasida bu sulh kelishuv bor edi-ku. Kelishuv bormasmi? dedi. Qala na'am walakin ghadaru wa naqadu. Ha bor edi, lekin ular xiyonat qilib kelishuvni buzishdi dedi Rasululloh. Thumma istanfara alayhi salatu wassalam al-a'rab allazina hawla al-Madina. Keyin Rasululloh Madina atrofidagi arabiylarni ham safarbar qildilar. Va qala va aytdilarki, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyahdur Ramazon bil Madina. Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, Ramazonda Madinaga kelsin dedilar. Tayyorgarlik ko'ribdi, tayyor bo'lib Madinaga kelsin. Faqadima jam'un min qabaili aslama va Ghifar va Muzaynata va Ashja va Juhayna. Mana shu qabilalardan tashkil topgan katta bir guruh qo'shin yetib keldi Madinaga. Va tawa alayhi salatu vassalam al-akhbar anil jaysh kay la yashi'a al-amru fata'lama Quraysh fatasta'idda lil harb. Rasululloh qo'shindan xabarni berkitar edi. Bu o'sha yoyilib ketib, Quraysh bilib qolib, keyin jangga tayyorgarlik ko'rib qo'ymasligi uchun qo'shindan xabarlarni yashirardi Rasululloh. Yani qayerga ketayotganini aytmagan edi. Va Rasul alayhi salatu vassalam la yuridu an yuqima harban bi Makkah. Chunki Rasululloh Makkada bir urush qilmoqchi emas edi, bal yuridu inqiyada ahliha ma'a adamil misasi bi hurmatiha. Balki Makka ahlini Makkani o'sha haramni, Ka'bani hurmati toptalmasdan bo'ysunishini xohlar edi. Fadaha maulahu jalla zikruhu va qala Alloh taologa duo qilib aytdiki, Allohim khuzil uyuna wal akhbar an Quraysh. Allohim Qurayshni ko'zini ko'r qilgin va xabarni yashirgin undan, hatta nabghitaha fi biladiha. Toki o'zini yurtida unga to'satdan biz hujum qilib boraylik. deb duo qildi. Faqoma Hatib ibn Abi Balta'ata ahadul ladzina shahidu Badran. Badrga qatnashganlarning biri Hatib ibn Abi Balta'a degan sahoba radhiyallohu anhu turib va kataba kitaban li Quraysh yukhbiruhum bi ba'd amri Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam. Qurayshga Rasulullohni mana shu qilgan ishlarini ba'zisini xabar berib bir maktub yozdi. Va arsalahu ma'a jariyatin litusilahu ila Quraysh ala ju'lin. Va bu maktubni arsalahudagi Huzamir maktubga bir joriya bilan, bir ayol bilan yubordi. Ya'ni bir ayolga berdi o'sha maktubni, Qurayshga uni olib borish uchun, yetkazish uchun. Ala ju'lin. Bir haq, bir pul evaziga. Ju'l degani ish haqi degani. Fa'alamallohu rasulahu zalika. Alloh payg'ambariga buni bildirdi g'oyibdan. Fa'arsala fi athariha Aliyan va Zubayr va al-Miqdad. Haligi ayolni ketidan, maktubni olib ketayotgan ayolni ketidan mana bu uchta sahoba Ali, Zubayr va Miqdad roziyallohu anhumlarni yubordi. Va qala aytdilarki ularga intaliqu hatta ta'tu rawdata Xoh. Xoh bog'iga boringlar. Fa inna biha dha'inatan ma'aha kitabun fakhuzuhu minha. U bog'da bir ayol bor, unda
maktub bor, haligi maktubni undan olinglar dedi. Fantalaqu hatta ataw ar-rawda. Yo'lga chiqib ular ravzaga, o'sha bog'ga yetib kelishdi. Fawajadu biha al-mar'ata. Haligi ayolni topishdi. Faqalu lahu, unga aytishki, "Ukhrujil kitab." Maktubni chiqar deyishdi. Qolat ma ma'i kitab. Menda hech qanaqa maktub yo'q dedi. Faqalu la tukhrijinna al-kitaba aw lanulqiyanna thiyab. Yo maktubni chiqarasan, yo kiyimlaringni yechib o'zimiz tintib chiqaramiz dedi. Fa akhrajathu min iqasiha. Shunda haligi sochini orasidan, iqos o'rim degani, sochini orasidan chiqarib berdi. Fataw bihi Rasululloh. Rasulullohga olib kelishdi. Faqala alayhi salatu vassalam ya Hatibu ma hadha? Rasululloh Hatib ibn Abi Baltani chaqirib, ey Hatib, bu nimasi dedilar. Qala Hatib roziyallohu anhu aytdiki, ya Rasululloh la tahjal alay. Shoshilmang ey Rasululloh. Inni kuntu halifan li Quraysh wa lam akun min anfusiha. Men Qurayshning ittifoqdoshiman, ya'ni Qurayshning o'zidan emasman. Qurayshlik emasman. O'sha nimaman, begonaman deyapti-da. Wa kana man ma'aka min al-muhajirin lahum qarabatun yahmuna ahlihim wa amwalahum. Sizning yoningizdagi mana bu muhojirlarni Makkadagi oila bola chaqasi va mol mulkini himoya qiladigan qarindosh urug'lari bor. Endi bular Qurayshning o'zidan, haqiqiy Qurayshlik. Fa ahbabtu idh fatani zalika min an-nasab an attakhidha 'indahum yadan yahmuna biha qarabati. Shunda nasab tomonidan bunga erisha olmagan ekanman. Idh fatani zalika min an-nasab degan nasab jihatdan mana bu tepadagi haligi nima edi? Imkoniyatga ega bo'la olmagan ekanman. Ularga men bir yaxshilik qilishni xohladim. Anattaxiza indahum yadan. Yad degani o'sha bir ustunlik, yaxshilik degani. Ularga bir yaxshilik qilishni xohladim. Shu yaxshiligim evaziga meni qarindoshlarimni himoya qilishlari uchun. Yahmuna biha qarabati. Walama fa'alhu irtidadan an dini wala ridaan bil kufri ba'da al-islam. Buni men dinimdan qaytib yoki musulmon bo'lganimdan keyin kufrga rozi bo'lib qilganim yo'q dedi. Faqala alayhi salatu vassalam, payg'ambar alayhisalom aytdilarki, ama innahu qad sadaqakum. Bu rost aytdi dedilar. Faqala Umar roziyallohu anhu aytdiki, da'ni ya Rasululloh adrib unuqa hadha al-munafiq. Ya Rasululloh, ruxsat bering bu munofiqni kallasini chopay. Faqala innahu qad shahida badran wa ma yudrika la'alla Allah tala ala man shahida badran faqala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Shunda Rasululloh aytdilarki, u Badrga qatnashgan. Bilmaysanmi? Alloh taolo Badrga qatnashganlarga qarab, xohlaganingizni qiling, sizlarni kechirdim men degan. Demak, bundan chiqadiki, har qanday bir kufr yoki shirk ishini qilib qo'ygan odam, agar uni biron bir uzr bilan, biron bir ta'vil bilan qilgan bo'lsa, agar kofir bo'lib qolmaydi. Ya'ni bu uzr bil jahl masalasi, agar bilmay qilgan bo'lsa, u ma'zur bo'ladi. Mana bu yerda Hatib roziyallohu anhuning ishi nima edi? Yaxshilab o'ylab qaraydigan bo'lsak, bu xiyonatmidi? Kimga xiyonat edi? Rasulullohga va musulmon qo'shinga xiyonat edi. Agar hozir kunimizda shunga o'xshash bir voqea bo'lsa, aniq bu ishni nima deymiz? Kufr deymiz. Zotan bu kufr ish. Musulmonlarga qarshi kofirlarga yordam berishlik bu kufr. Al-valo val baroga teskari. Lekin Hatib roziyallohu anhu buni ta'vil bilan, uzr bilan qilyapti. Ta'vil bilan, uzr bilan qilyapti. Shuning uchun uni Rasululloh nima? Ma'zur ko'rdi. Bu yerda ba'zilar aytadi, u Badrga qatnashgan, yo'q, Badrga qatnashganlarga nima? Kufr qilish, kufr ishini qilish mumkinmi? Yo'q. Hech kimga kufr qilish mumkin emas. Hatto Rasulullohga agar la in ashrakta la yahbatanna amaluk dedi Alloh taolo. Rasululloh bildi buni, qalbini, ichini. Yo'q, bu yerda qalbi ichi emas. O'sha zohiriga qarab turib, muhimi mana shu uzrini qabul qildimi Rasululloh? Shu aytgan uzrini qabul qildimi? Demak, bir kufr ishda agar bir odam bir uzr bilan qilgan bo'lsa, u kofir bo'lib qolmaydi. وفي ذلك أنزل الله سورة الممتحنة. Bu vaqtda Alloh taolo Mumtahana surasidagi mana bu oyatlarni nozil qildi. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ey iymon keltirganlar deyapti Alloh taolo. Meni dushmanim va o'zingizni dushmaningizni do'st tutmang.
tulquna ilayhim bil mawadda. Ularga do'stlikni taklif qilasiz, ular bilan do'st bo'lishga urinasiz. Waqad kafaru bima ja'akum minal haqq. Holbuki ular sizlarga kelgan haqqa kofir bo'lishgan-ku. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi robbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati. Payg'ambarni va sizlarni an tu'minu degan bu yerda li ajli an tu'minu da. O'sha lom bu yerda mahzuf. Maf'ulun li ajlihi bo'lyapti. Robbingiz Allohga iymon keltirganingiz uchun payg'ambarni va sizlarni ular haydab chiqarmadimi? Yukhrijun o'sha kafaru dan hol bo'lyapti. Ya'ni kofir bo'lishdi va payg'ambarni chiqarishdi-ku vaholanki. Qanday ular bilan yana do'st bo'lishga urinasiz deyapti-da. In kuntum bu tepada la tattakhizuga bog'lanadi. Javob sharti, ya'ni agar meni yo'limda va meni roziligimni istab jihad qilgani chiqqan bo'lsangiz, meni dushmanim va o'zingizni dushmaningizni do'st tutmang. Tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Yashirincha ular bilan do'st bo'lishga urinasiz. Vaholanki men sizni oshkor qilgan va yashirincha qilgan ishlaringizni ham bilaman. Wa man yaf'alhu minkum faqad dalla sawa'a as-sabil. Sizlardan kim buni qilsa, to'g'ri yo'ldan aniq adashibdi. ثم سار عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش العظيم في منتصف رمضان بعد أن ولى على المدينة ابن أم مكتوم. Keyin payg'ambar alayhisalom mana bunday katta qo'shin bilan Ramazonning o'rtasida Madinaga Abdulloh ibn Umm Maktumni tayinlagandan keyin yo'lga chiqdilar. Va kanat iddatul jaysh 10,000 mujahid. Qo'shinda adadi 10 mingta mujohid edi. Va lamma wasala al-abwa laqiyahu ithnani kana min ashaddi a'daihi. Abwa degan joyga yetganida Rasulullohda ashaddiy dushmanlaridan bo'lgan ikki kishi keldi. Va huma ibn ammihi Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib shaqiqu Ubayda ibn al-Harith shahidi Badrin. Bular o'sha Badrda shahid bo'lgan Ubayda ibn al-Harithni tug'ishgan akasi yoki ukasi Rasulullohning amakivachchasi Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib edi. Yani shu paytgacha dushman bo'lib kelgan o'zini amakivachchasi. Va sihruhu Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughira shaqiqu zawjihi Ummi Salama. Va sihruhu degani Rasulullohning qayin akasi yoki qayin ukasi, ayollari Ummu Salama onamizni tug'ishgan akasi yoki ukasi Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughiralar kelishdi. Bu kishi ham dushman bo'lgan. Bu shaqiq debdi, bu yerda o'zi tug'ishgan nimasi emas, Ummu Salama onamizni, balki ota bir ona boshqa akasi yoki ukasi. Va kana yuridani al-islam. Ular musulmon bo'lishni xohlab kelishgan edi. Faqabilahum alayhissalatu vassalam. Rasululloh qabul qildi. Va fariha bihima shadid al-farah. Va ularning musulmon bo'lganiga Rasululloh qattiq xursand bo'ldi. Eng yaqinlari-da. Va qala aytdilarki la tasriba alaykum al-yawm. Xuddi Yusuf alayhisalom o'zini akalariga aytgan gapni aytdilar. Bugun sizlarni malomat qilinmaydi endi. Yaghfirullohu lakum. Alloh sizlarni kechiradi va huwa arhamur rohimin. U mehribon zot. ولما وصل عليه الصلاة والسلام الكديد رأى أن الصوم شق على المسلمين. Rasululloh Kadid degan joyga yetganida roza musulmonlarga og'ir kelayotganini ko'rib, fa amarahum bil fitri, roza tutmaslikka buyurdilar. Va aftarahu aydan, o'zlari ham roza tutmadilar, rozalarini buzdilar. Hatto ba'zilar rozasini ochmaganida Rasululloh ulaykal usot, osiylar dedilar Rasululloh. Va hatto hammani ko'z o'ngida Rasululloh o'sha bir idishda sut yoki suv keltirishni buyurib, tuyalarni ustida turib, o'zlari ichib kunduzi ko'rsatib bergan. Qad qabala alayhi salatu vassalam fi at-tariqi ammuhu al-Abbas ibn Abdul Muttalib muhajiran bi ahlihi va ayalihi. Yana yo'lda Rasulullohga amakilari Abbos ibn Abdul Muttalib oila bola chaqasi bilan hijrat qilib kelayotganida yo'lda uchratib qoldi. Fa amarahu an yauda ma'ahu ila Makkah va yursila ayalahu ila al-Madina. U kishi bilan Makkaga qaytishni va oilasini esa Madinaga jo'natib yuborishlikni buyurdi Rasululloh. Walamma wasala alayhi salatu vassalam marra az-Zahron amara bi iqadi 10,000 nar. Rasululloh Marru az-Zahron degan joyga yetganida 10 mingta olov yoqishni buyurdi. Ya'ni gulxan, 10 mingta gulxan. Bu ko'pligini ko'rsatish uchun adatda. Wa kanat Quraysh qad balagahum anna Muhammadan zahifun bi jayshin azimin la tudra wijhatuhu. Qurayshga payg'ambar alayhisalomni katta bir qo'shin bilan yo'lga chiqqani, lekin qayerga ketayotgani hali noma'lumligi xabari yetib kelgan edi. La tudra wijhatuhu degani o'sha qo'shinni
qayerga bormoqchiligi noma'lum bo'lgan bir katta qo'shin bilan yo'lga chiqib kelayotgani xabar yetib kelgandi. Fa arsalu Abu Sufyan ibn Harb va Hakim ibn Hizam va Budayl ibn Warqa yaltamisuna al-khabar an Rasulillah. Shunda mana bu 3 kishini Rasulullohning xabarini bilib kelishga yuborishdi. Fa aqbalu yasirun hatta ataw Marra az-Zahron. Ular yurib o'sha Marra az-Zahronga yetib kelishdi. Fa idahum bi niranin ka'annaha niranu Arafa. Marra az-Zahronga kelib ular xuddi Arafada yoqiladigan gulxanlarday ko'p, juda ham adadi ko'p bo'lgan gulxanlarni ko'rishdi. Arafada, shu Arafani haj mavsumida demoqchida. Faqala Abu Sufyan aytdiki: "Ma hazihi lakaannaha niranu Arafa." Bu nima edi? Arafadagi gulxanlarga o'xshaydi-ya dedi. Faqala Budayl ibn Warqa aytdiki: "Niranu Bani Amr." Banu Amr, ya'ni Xuza'a qabilasini nimasi bo'lsa kerak, yoqqan olovi gulxani bo'lsa kerak, Xuzoaliklar bo'lsa kerak demoqchida. Faqala Abu Sufyan aytdiki: "Amrun aqallu min zalik." Ular bundan oz dedi. Ular bunchalik ko'p emas dedi. Fara'ahum nasun min hursi Rasulillah fa adrakuhum. Rasulullohning qo'riqchilaridan bir qanchasi ularni ko'rib, ularga yetib kelishdi. Fa akhadhuhum, ularni olib, fa ataw bihim Rasululloh. Rasulullohning oldiga olib kelishdi ularni uchalasini. Fa aslama Abu Sufyan o'sha yerda musulmon bo'ldi. Falamma sara qala lil Abbas. Qo'shin yana o'sha Makka tomon yo'lga chiqqanida Rasululloh Abbos ibn Abdul Muttalib amakilariga aytdiki: "Ihbis Abu Sufyan inda Khatmil Khayl." Abu Sufyanni o'sha Khatmil Khayl degan joyda ushlab turing dedilar. Bu haligi tog'damday ajralib chiqqan katta toshda butun nima ko'rinadi, o'tganlar yonidan, pastdan o'tganlar, tepalikda, tog' tepasidagi bir ajralib chiqqan joy edi. O'sha joyda ushlab turing, hatta yanzura ilal muslimin. Musulmonlarni ko'rsin. Yani kechagina qanday edi-yu, bugun qanday bo'ldi-da. Fahabasahu al-Abbas. Abbos roziyallohu anhu o'sha yerga uni olib chiqib ushlab turdi. Faja'alatil qabailu tamurru katibatan ala Abi Sufyan. Shunda qabilalar Abu Sufyanning oldidan guruh bo'lib o'tishar edi. Va huwa yas'al. Abu Sufyan so'rar edi. Bu kim edi deb so'rar edi. Va yaqulu mali va laha. Keyin bu falonchi, bu pismadonchilar, bu falonchilar deyilsa, mali va laha. Menga nima qizig'i bor? Bu qabilani menga nima ahamiyati bor, nima aloqasi bor menga deb qo'yar edi. Hatta iza marrat bihi qabilatul ansor va hamilu rayatiha Sa'd ibn Ubada faqala Sa'd. Keyin ansorlar qabilasi o'tdi, bayrog'ini Sa'd ibn Ubada ko'tarib olgan edi. Sa'd aytdiki: "Ya Abu Sufyan, al-yawmu yawmul malhama. Al-yawmu tustahallu al-Ka'ba." Bugun malhama kuni. Ya'ni katta, dahshatli jang kuni. Bugun hatto Ka'ba halol bo'ladigan kun dedi. Faqala Abu Sufyan aytdiki: "Ya Abbas, habbaza yawmuz zimar." Ya Abbos, sulh, ittifoq kuni qanday yaxshi? Ya'ni ittifoq, tinchlik, sulh yaxshi-ku jangdan ko'ra. Tinchlik bilan hal qilgan yaxshi emasmi deyapti-da. Bu Ka'ba Makkaga bu kuch bilan kirilishi boshqa nimaga rozi bo'lmayapti Abu Sufyan. Zimar degani bu o'sha kelishuv. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيها رسول الله وأصحابه. Keyin bir qo'shin keldi, bu qo'shinning eng ozi edi. Unda Rasululloh va sahobalar bor edi. Va hamilur roya Zubayr ibn al-Awwam. Bayroqni Zubayr ibn Awwam ko'tarib olgan edi. Fa akhbara Abu Sufyan Rasululloh bi maqolati Sa'd. Shunda Abu Sufyan Rasulullohga Sa'd ibn Ubadani gapini aytdi. Sa'd shunaqa deyapti. Faqala alayhi salatu vassalam: "Kazaba Sa'dun." Rasululloh Sa'd bekor aytibdi dedilar. Walakin hadha yawmun yu'azzimu Allahu fihi al-Ka'ba. Balki bu Alloh taolo Ka'bani yana ham ulug'vorligini oshiradigan va yawmun tuksa fihi al-Ka'ba. Va Ka'baga mahobat, ulug'vorlik libosi kiydiriladigan kun. Dedilar. Thumma amara alayhisolatu vassalam an turakkaza royatuhu bil hajun. Keyin payg'ambar alayhisalom bayrog'ini hajunga o'rnatishni buyurdilar. Va amara Xolid ibn al-Walid an yadkhula min asfali Makkah min Kuday. Xolid ibn Walidni Makkani past tomonidan Kuday degan joydan kirishlikka buyurdi. Va dakhala huwa min alaha min Kada. Rasululloh o'zlari bo'lsa tepadan Kada degan joydan kirdilar. Va nada munadihi. Rasulullohni jarchisi e'lon qildi: "Man dakhala darahu wa aghlaqa babahu fa huwa amin." Uyga kirib eshigini qulflab olgan omonda. "Va man dakhala al-masjida fa huwa amin." Masjidul Haromga kirgan omonda. "Va man dakhala dara Abi Sufyana fa huwa amin."
Abu Sufyonni uyiga kirgan omonda deb e'lon qildi. Va hadi a'zamu minnatillahu, bu Rasulullohda Abu Sufyonga katta yaxshiligi edi. واستثنى من ذلك جماعة عظمت ذنوبهم وآذوا الإسلام وأهله عظيم الأذى. Rasululloh bundan, ya'ni o'sha omonlikdan deganida, omonlikdan jinoyatlari juda ham og'ir bo'lgan, islom va islom ahliga qattiq ozor bergan bir guruhni istisno qildilar. Fa ahdara damahum. Ularni Rasululloh kechirmadilar. Ahdara damahum degani ularni qonidan kechmadi Rasululloh. Va in ta'allaqu bi astaril Ka'ba. Hatto Ka'ba pushga osilib olsalar ham kelib. Minhum, ulardan biri Abdulloh ibn Sa'd ibn Abi Sarh allazi aslama va kataba li Rasulillahi al-wahyi thumma irtadda. Musulmon bo'lgan va hatto Rasulullohga vahiy yozib beradigan kishi edi. Keyin murtad bo'lib ketgan. Waftara al-kadhib ala al-amin al-ma'mun, va Rasulullohga tuhmat qilgan. Fakana yaqul, aytardiki, inna Muhammadan kana ya'muruni an aktuba alimun hakim fa aktubu g'afurur rahim. Muhammad menga alimun hakim deb yozib buyurardi, men g'afurur rahim deb yozib qo'yardim. Badbaxtda o'zi qo'li bilan o'zini nimasini tayyorlagan, oqibatini. Fa yaqul, shunda Muhammad kullun jayyid, to'g'ri, bu ham to'g'ri, bu ham yaxshi deb qo'yar edi deb tuhmat qilgan Rasululloh. Wa minhum Ikrimah ibn Abi Jahl wa Safwan ibn Umayya va Habar ibn al-Aswad, Harith ibn Hisham, Zuhayr ibn Umayya, Ka'b ibn Zuhayr, Wahshi qotil Hamza roziyallohu anhu o'ldirgan Wahshi va Hind bint Utba, zavju Abi Sufyan, Abu Sufyonning ayoli Hind bint Utba, va qalilun g'ayruhum, ulardan boshqa yana bir qanchasi. Lekin bularning hammasi musulmon bo'lgan, tepadagilar. Va naha an qatli wahidin siwa haula. Ana ulardan boshqa hech kimni o'ldirmaslikka buyurdi. Ulardan boshqa biron kishini ham o'ldirishlikdan qaytardi Rasululloh. Illa man qatal, illa agar kim chiqib qarshilik ko'rsatsa, uni o'ldiriladi. Fa amma jayshu Khalid ibn al-Walid faqabalahu az-zu'ru min Quraysh yuriduna diddahu. Khalid ibn Walidning qo'shiniga Qurayshlik ahmoqlar, zu'ur degani o'sha yosh, haligi qoni qaynagan yoshlar, uni to'sish, yo'lini to'sish maqsadida qarshilik ko'rsatishdi. Faqatalahum wa qatala minhum 24. Ularga qarshi jang qildi, ulardan 24 tasini o'ldirdi. Wa qutila min jayshihi 2. O'zini qo'shinidan 2 tasi o'ldirildi. Wa dakhalaha anwatan min hadhihi al-jiha. Dakhala hadaga hazamir Makkaga, ya'ni Makkaga bu tomondan Khalid kuch bilan kirdi, jang bilan kirdi. Bu o'sha ixtilofli masala, o'zi Rasululloh Makkaga urush qilib kirganmi yoki sulh bilan kirganmi degan ixtilofli masala. Bu tomondan endi Khalid jang qilib kuch bilan kirdi deyapti. Alloh alam, ikkalasi ham ehtimol. Va amma jayshu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam falam yusadif mani'an. Rasulullohning qo'shini esa hech qanday qarshilikka uchramadi. Va huwa alayhi salatu vasallam rokibun rohilatahu munhanin ala ar-rahli. Rasululloh tuyalarini minib egarda engashib olgan edilar. Tavadu'an lillahi va shukran lahu ala hadhihi an-ni'ma. Kamtarlik qilib va Allohning mana bu bergan ne'matiga shukr qilib, hatta takada jabhatuhu tamassu ar-rahl, hatto peshonalari shu egarga tegib ketay der edi. Va Usama ibn Zayd radifuhu, Usama ibn Zayd esa orqasiga mingashib olgan edi. Va kana zalika subha yawm al-jum'a li 20 khalat min Ramazon. Bu 20-Ramazon juma kuni tongida edi, tongida bo'ldi. Hatta wasala ila al-hajun mawdi'a rayatihi, o'sha bayrog'i tikilgan Hajun degan joyga yetib keldilar. Va qad nusibat lahunaka qubbatun fiha Salama va Maymuna. Rasulullohga u yerda bir chodir qurilgan edi. Chodirda onalarimiz Salama va Maymuna lar bor edi. Fastaraha qalilan, Rasululloh biroz dam oldilar. Thumma sara bi janibihi Abu Bakr yuhadithuhu wa huwa yaqra'u surat al-Fath hatta balagha al-bayt. Keyin yonlarida Abu Bakr roziyallohu anhu bilan birgalikda gaplashib yo'lga chiqdilar, yurib. Va Rasululloh esa Fath surasini o'qib borar edi va baytga, Ka'baga yetib keldilar. Va tafa sab'an ala rahilatihi. Tuyalarida 7 marotaba tavof qildilar. Vastalam al-hajara bi mihjanihi. Hajarul Aswadni qo'llaridagi o'sha mihjan, qisqagina tayoq dediga, o'sha qisqa kaltagina tayoq bilan istilom qildilar. Va kana hawla al-Ka'ba idzaka 360 sanaman. Ka'ba atrofida o'sha vaqtda 360 ta but bor edi. Faja'ala alayhisolatu vassalam yat'anuha bi'udin fi yadihi. Haligi butlarni qo'llaridagi tayoq bilan Rasululloh turtib aytardilarki, ja'al haqu va zahaqal batil va ma yubdi'ul batil va ma yu'id. Haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Botil endi
qaytmaydi va qayta tikkalanmaydi. Thumma amara bil alihati fa ukhrijat min al bayt. Butlarni Rasululloh Ka'badan chiqarib tashlashni buyurdilar. Va fiha suratu Ismoil va Ibrohim fi aydihima al-azlam. Va Ka'baning ichida Ismoil va Ibrohim alayhissalomlarni qo'llarida haligi fol ochadigan o'qlar bo'lgan holatdagi rasmi surati bor edi. Faqala alayhissalatu vassalam qatalahumulloh laqad alimu mastaqsama biha qattu. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, Alloh ularni halok qilsin. U hech qachon bu o'qlar bilan ular fol ochishmaganini aniq bilishar edi. Ya'ni tuhmat qilishgan deyapti-da. Va hadha awwal yawmin tuhirat fihi al-Ka'batu min hadhihi al-ma'budat al-batila. Mana bu Ka'ba bu botil ma'budotlardan tozalangan birinchi kun edi. Va bi taharatil Ka'bati al-muqaddasati 'inda jami' al-arab badiha wa hadiriha min hadhihi al-adnas. Saqatat ibadatu al-awthan min jami' bilad al-arab illa qalilan. Hamma arablar nazdida, sahroyisi-yu shaharligi nazdida muqaddas bo'lgan Ka'ba mana bu iflosliklardan tozalanishi bilan butlarga sig'inish hamma arab yerlaridan tamoman yo'q bo'ldi, yo'qoldi. Illo ba'zi bir chakka-chukka joylarda qoldi. Va yushiku an nazkura lil qari ikhtifa athariha va mahwa ibadatiha bil kulliyya. Va aziz o'quvchiga yaqinda bu butlarga ibodat qilishni asari butunlay o'chirilgani va ularga ibodat qilish butunlay yo'q qilinganini yaqinda zikr qilamiz inshaalloh. Allohu a'lam. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.